Gigant Krisaning sarguzashtlari ikkinchi qism. Ovoz berdi Zubayr. Krisalar qishlog'ida yana yangi tong otdi. Erangil qishlog'ida Svet yo'qligi munosabati bilan Shermatni qo'shnilari bilan taka-taka o'ynagisi kelib qopti va qo'liga bobosidan qolgan o'sha ikkita avtomatni olib ko'chaga yugurib chiqibdi. "Buyoqqa kelinglar, men odam ko'rdim. Mana yiqitdim bittasini. Voy, onasini hamsin. Ikkita yiqitdim. Toyir, menga ham kil qoldir. Ha, ana ol, samir kil qilmay ekan. Qani nimalar bor ekan? O, skaril bor ekan. Granata. Granata bilan endi hammani boshini chaqaman. Ha. O'rtoq qara, aytda bitta bot ko'rdim. Qani kim birinchi otarga o'ynaymiz? Davay, agar ot olmasam, ismimni Sulton Sovuq qo'yaman. Ha. Qani. Qochib ketdi. Ma. Shunday qilib taka-taka musobaqasining mutlaq g'olibi Toyir Krisa bo'ldi. Alamiga chidolmagan Sulton Sovuq esa arujasini almashtirishga qaror qildi. O'rtoq, qara, men dastavchilarning sumkasini topib oldim. Yo'q, mana endi sumkam katta bo'ldi. Qani, ketdi. O'rtoq, qara, ot ko'rdim. Qani, kim birinchi borish o'ynaymiz? Ha, men birinchi boraman. Va ot men olaman. Qani, ketdik. Agar ot qizil bo'lsa, seniki bo'ladi. Sulton xuddi tahorat olganga o'xshaydi. Yana bilmadim-u, lekin oti qora ekan. Ha, baxtga qarshi u o'zi niyat qilgandi. Agar jigarrang bo'lsa ham, qizil bo'lsa ham bermayman deb. O'rtoq, tezroq chiq. Qaynotangni oldiga boramiz. Voy, o'rtoq, otda borib bo'lmaydi-yu. Otda borib bo'lmaydi. Qaynotam meni so'yib tashlaydi-yu. Mayli, agar ot to'g'ri kelmasa, garajadan mashina sotib olamiz. Ketdi. Nima uchun Toyir qaynotasi bilan urushib qolgan desanglar, u bir kun oldin xotinini idish yuvmagan uchun bir shapaloq tortib qo'yuvdi. Xotini ham xafa bo'lib ketib qoldi. O'rtoq, qanaqa mashina oling? Ko'k Jiguli ol, ko'k Jigulida boramiz. Yo'q, o'rtoq, ko'zing o'lganmi? Mana. Qanaqa mashina bu? Kiya kabish bo'lib qoldi. Yo'q, bo'lmaydi. Big Waynes'ni BYD urusida boramiz. Ha. Shunday qilib ular garajdan Big Waynes'ni mashinasini o'g'irlab chiqqan holda Tohirni qaynotasining oldiga borishga qaror qilishdi va yo'lda ularni Sardor degan o'rtog'i kutib turardi. O'rtog'ini ham qo'shib olmasa bo'lmasdi-da. Keyinchalik ular Toyir o'rtog'ini olishdi va yo'lda dalishda davom etishdi. Ha. Va Sulton Sovuqning miyasi qanaqadir nidar zumeda bo'lib ketdi va osmonga qarab drop ko'rib qoldi. Qani, dropga men birinchi boraman shekilli, a? Voy, drop. Gras, hech narsam yo'q edi, graza bor ekan. Nechun menga kerak emas. Qani, hojatxonaga kirib ko'raylikchi. Odam bor ekan. Uzr. Hojatxonaga kirmanglar, u yerda odam bor ekan. Ketdik, dalshi. Shunday qilib ular hojatxonani kezib chiqishdi, dropni tutib chiqishdi. Hech narsa qoldirishmadi va Erangilni polni aylanib chiqishga qaror qilishdi. So'ng Toyirni qanaqadir fikri o'zgarib qolib, bojasi bilan ko'rishgisi kelib qoldi va sulton undan "Nega?" deb so'raganda, u "Bojam bilan bitta plan qilishimiz kerak bo'ladi" deb qoldi. Qarasaki, plan qilish kerak, haqiqatda. Qaynotasini oldiga bojasi ham borish kerak edi. Chunki bojasi xotinini tashlab ketganiga 1 oy bo'lyapti. Qani, bojam uydamikin yoki uyda emasmikin? Qarab ko'rishimiz kerak bo'ladi. Ha, Moskvacha shu yerda turibdi, demak uyda bo'lsa kerak. Va shu payt bojasini qo'shnilari taka-taka o'ynagani kelib qolishdi. Bular ham bilganday kelishgan ekan, 4x4 bosishib yuborishdi. Ha, hammasiga bir o'zim javob. Qani, bitta-bitta kelaring. Sulton Sovuq, o'zingga ko'p ishonma. Men hammasini yer tishlataman hozir, qarab tur. Sulton Sovuq o'zicha shunaqa karillab qo'ygandi, lekin bitta kel qildi va shu bilan cheklanib qoldi. Bojalar community hammasini eplab tashlashdi. Shundan so'ng ular Toyirni qaynotasiga kelishgach, birma-bir navbat-navbat ruxsat so'rashga kirib ketishdi. Bu paytda esa Sulton Sovuq mashinalarni kunini ko'rsatib yurardi. Va shunday qilib, sultonning qaynotasi unga shapaloq tushirdi va sirrazi uyiga jo'natib yubordi. Toyirning yuziga tushgan shapaloqqa chidolmagan do'sti qaynotasiga shapaloq tushirdi va shu paytda esa qaynonasi kelib qoldi. Necha, uni ham do'stining orqasidan jo'natib yuborishdi. Hamma yuziga tarsaki yeb turib uyiga qaytib ketgan bir paytda sulton har doimgidek o'zini o'ylagan holda nos izlab yurgandi. Qani, men bu uychani ko'rib chiqaychi. Xo'sh, nos bormikan? 3 kundan beri nos chekmadim. Ha, xumori tutib ketyapti. Qani, voy, bu ham nos emas ekan.
Va noskashligi tutib ketgan Sulton Sovuq ikkinchi etajda o'tirib olib nimadirlarni plan qildi. Oldiniga lavash yedi va ketidan nos chakvordi. Ha, nos ota meros. Qani, nosni chakamiz, bu yerdan qochamiz. Ketdik. Nosni chakib bo'lgan Sulton Sovuq bir tashqariga aylanib kelmasa bo'lmaydigan holatda edi va boshini chayqatib ko'chaga chiqib, bundoq qarasa mahallani boshida qaynonasi oshxonani tutatib yuborgan ekan. Bu paytda esa mahallani boshida Toyirning qaynonasi bilan sevishib turgan bir paytda Sulton Sovuq o'rtog'i uchun qasd olishga bormoqchi edi, lekin negadir masofa uzoqlik qildimi, chekkada to'xtab qoldi. Bu paytda nosni kayfini olib dalada aylanib yurgan Sulton Sovuqni Toyirning qaynotasi ko'rib qoldi. Va shunday qilib qancha chiranmasin, Toyirning qaynotasiga sultonni tishi o'tmadi. Nimayam qilsin, baribir uni ham kuchi yetmas edi. Va shunday qilib ularni duoibatlari o'tdi shekilli. Toyirning qaynotasi uni ham bitta shapalaq bilan uyiga qaytarib yubordi. Ha. Ha do'stlar, PUBG'da shunaqangi nerealniy voqealar ham bo'lib turadi. Agar videoning 3-qismini chiqishini xohlasanglar, like bilan podpiskani bosib ketinglar. Biz albatta 3-qismni sizlar uchun chiqarishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Gigant Krisa va boshlovchi Zubayr bo'ldi.